Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Bugungi obzorimiz Kitob mol bozori to'g'risiga bo'ladi. Bu yerga dehqon bozor, hozir shved mollar kelgan, o'shalarning obzorini chiqaramiz. Bugungi sanamiz 28-noyabr, haftani juma kuni. Hammangizni juma yomingiz bilan tabriklaymiz. Bu tarafga hozir kirib hamma ma'lumotlarni inshaalloh beramiz. Lakasasini tashlab qo'yamiz. Telegramga chorvadorlarga lakasaga kirib bemalol kelaverasizlar. Aka necha pulga oldingiz? 34 millionga olingan. Bolasi Urvochi. Nechi bo'ldi bu? 35 G'unojina Olim Sharipov. 35 millionga G'unojin olingan. Bunisi nechi bo'ldi? 24 million. 24 millionga. Hozir ichkariga kirib, narxlar bilan yoritamiz inshaalloh. Bu bozorimiz har juma kuni faqat soat 3 dan boshlanadi. Namoz jumani o'qib, bemalol kelaverasizlar. Nechi bo'ldi? Olgan ekan, hozir bilmaymiz. Inshaalloh. Mana bozorni bitta ko'rinishini sizlarga ko'rsataman do'stlar. Katta bozor. Bu yerga hozir o'ng tarafimizga katta sigir, ho'kizlar, chap tarafga ona bola, u tarafga buzoqlar, oxiriga buzoqlar. Oxirdan mollarni kirgizadi inshaalloh. Hozir bir qator ma'lumotlarni beramiz. Aka, nechta pul so'rayapsiz? Buni 35 deyapman. 35 million. Mana 35 millionga sigirni aytyapti. Bu tarafga katta buqalar bu tarafga ekan. Katta shved buqalar bu tarafga ekan. Hozir mana bu katta mollarni narxini yoritamiz inshaalloh. Nech pul? Shved nech pul? Nech pul narxi? 35 deyapmiz aka. 35 million so'm. Birinchi qo'l. Bozor nech pul so'radi? 28 so'rayapti. 28 million so'rayapti. Nomer qo'yamizmi? Ha. Nechilik? Yo'q. Bozorga sotamiz deyapti akamiz. Hozir narxlarni yoritamiz. Nech pul? 20 million. 20 million? 20 million baho qo'yapti. Hozir mayda mollar, avvaldan katta mollarning narxini yoritamiz. Olim Sharipov. Olim Sharipov. Bu nechi bo'ldi aka? 24 millionga olingan variant. Mana haqiqatan ham mollar arzon ekan. Bu tarafga bozorimiz hozir ozgina tiqinish. Aka nech pul? 24 so'rayapti aka, 28 bahosi. 28 aytyapsiz, 24 million so'radi bozor. Yo'q. Bozor ozgina xato kamchilik oldindan uzr so'rab qolamiz azizlar. Aka, qandaysiz? Assalomu alaykum. Nech pul so'rayapsiz? 20 million so'rayapti. 20 million so'rayapti, bozor yo'q dedingiz, ha? Mana 20 millionga bermayapti mana shu yerda. Unisi nech pul? 30 million? Bozor nech pul so'radi? 27 million so'ragan. Hozir iloji bo'lsa, iloji boricha sizlarga syomka qilib ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. 20 million deymiz. 20 million. Bozor nech pul so'radi? Bozor 17.5 so'rayapti. 17 million. Shved ham bu zo'rda. Ha, shved. Aka, bu nech pul? 25 kami bor. Siz nech pul so'rayapsiz? 21 million. Mana 21 million so'rayapti shvedni. Bozorimiz qanday? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Arzonmi, qimmatmi? Arzon bo'lsa, lakasasini tashlab beramiz. Assalomu alaykum. Nech pul bu? 25 million. Bozor nech pul so'radi? 22,5 ha? 22,5 so'ragan ekan. Ozgina bozorimiz o'tadigan joy yo'q, o'tadigan. Hozir yaxshi joyga kelamiz inshaalloh. Bu tarafga maydalariga past keldik. Ko'p obunachilar maydasini so'raydi. Maydasiga keldik pastga. Siziga Oka nech pul? 16. Bozor nech pul so'radi? 14 million so'ragan. 14 million so'ragan akamiz. Qanday kadar? Olim Sharipov. Mana bu tarafga shvedlarga keldik.
Assalomu alaykum. Bular nechi pul aka? 20 million. 20 milliondan. 20 milliondan aytyapti. Yur chiqishib olay. Mollar o'rtayapti. Bozor nechi pul so'rayapti bularni? 18 milyon ha mana 18 milyondan so'ragan ekan. Yoshiga bir 6 oylik. Bular nechi pul aka? Ikkovini 30 milyon qilyaptimi bozor? 15 milyondan. Ko'p nomerni qo'ymaydi. Nimagaki bozorga sotamiz deyapti azizlar. Assalomu alaykum. Bular nechi pul? İşte kanun. Ha? İşte kanun var. Nechi pul so'rayapsiz? 13 milyondan so'rayapmiz. 13 milyondan ha? Bozor nechi pul so'radi? Ular 200 kam 11 dan so'rayapti. 11, 200 kan 11 dan so'ragan ekan. Ho'kizmi bular? Ho'kizcha? Mana. Iloji bo'lsa orqaroqdan olishga harakat qilamiz. Joyimiz sal tiqilinch bo'lgani uchun sal qiyin bo'lyapti. Hozir aka qaysi kanal bu? Olim Sharipov. Olim Sharipov. Ha. Bu nechi pul aka? 17? 12 ha? Nechi pul bozor so'radi? Blogerlik ham qilaver ekansiz, aka. Bu nechi pul? Real savdosi 17,5 so'radi. 17,5 so'radingiz. Siz nechi pul so'rayapsiz? 18. 18. Ha, bozor 17 qilgan ekan 17,5 so'radi. Aka bering. Bering. Yaxshi narx bo'ldi. Jazmaniga bering. Ha shu aka jazma. Qaysi kanal? Olim Sharipov. Ketlari ham so'ragan. 17,5 so'ragan ekan, egalari 18 deyapti. Sal smeshini ozgina shoxchasi bor. Ozgina shoxchasi. Yo, seryoz erkakman, biroq orqasiga gapirmayman. Bular nechi pul? Ularda 34,5 so'rayapti. 34,5 ha? Uchalasi. O'kizcha. Uchalasi ham o'kizcha. Nomer telefon nechi? 95 95lik 180 180 39 48. 39 48. Mana bu ikkalasi toza shvedmi? Toza shvet. Bu anguscha, smeshini. Anguscha bunisi. Bular necha oylik? 2 oylik, bunisi 3 oylik. Anguschani nechi pulga berasiz? Anguschaga 12 million bersin. 10 million. Yo 10 kam. Bozor nechi pul so'radi? Adelniga. Adelniga 11 million 200 so'rayapti. 11 million 200 ha? 11 million 200 so'ragan ekan bunga. Azizlar, videomiz mana shulardan iborat edi. Videomizga xato kamchilik bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Har juma kuni peshin namoz jumadan keyin bu bozorimiz bo'ladi. Soat 3 ga boshlanadi inshaalloh. Keyingi videoga ko'rishguncha omon bo'linglar. Fi amalinglar. Like ni bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar.